Mana to'rttalasini ham ochib ko'rdim. Bular parfyumli talqlar. Rosa Berry firmasiniki. Bu o'zi Xitoy, lekin Dubayga chiqarib bergan. Lekin sifatini shunaqa zo'r qilgan. Konstanta talqdan qolishmaydi, lekin Konstanta talqdan ancha arzon tushadi. Mana shunaqa gubkada bo'ladi. Buni mana bunisi bleskli ekan, mana o'zi. Gubkalarigacha blesk bo'lib ketgan. Ko'rayotgan bo'lsa, qopqoqlarigacha blesk. Ichi ham bleskli. Hidi ham вообще zo'r. Bitta mana mashinasida blesk bor, qolganda blesk yo'q, lekin hammasini hidi zo'r ekan. Buni bemalol hidlarini ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa 4 xil variant kelgan, hammasidan mana shu duxiylarni hidi keladi. Yozda o'sha talq surib nima qilsanglar, terlatmaydi, ham duxiy hidi keladi. Terlab ketishi oldini oladi. Lekin kачествосini juda ham zo'r ishlagan. Dizaynini ham juda ham bir chiroyli, neobычный ishlagan.